Assalomu alaykum. Yaqında Qurbanjon Samat va Parizat G'ani qatorliq ilgari men vatandagi chog'larda yaxshi taniydigan ikki Uyg'urning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga bir faoliyatga qatnashganligi va oqidan Xitoy ijtimoiy taratqularida o'zlarining shu yerga berib Uyg'urlarning ahvolining yaxshi ekanligini xalqaro sahnada so'zlaganlik to'g'risida uchurlar tarqaldi. Bu iş ularning Xitoy rejimi ostida o'zlarining yashash imtiyozlarini saqlash va kengaytirish uchun qilgan tirishchanligining bir kartinasi ekanligi ko'pni ko'rgan zehni ochiq Uyg'urlarga aydin. Albatta, Uyg'urlarning beshiga kelgan reallikni yoshirish va burmalash, shu orqali Xitoydan imtiyoz dama qilish faqat yuqorqi ismi tilga ilingan ikki Uyg'ur bilan cheklanib qolgan ish emas. Yillardan buyon bu xil Xitoy tashviqotining quroli bo'lish xeyli ko'p sondagi Uyg'urlarning o'z mayli yoki majburiy shaklda ovoz qo'shib kelayotgan bir realligi. Bundaq deyishimdagi sabab yuqorqi ikki shaxs va shularga o'xshash nurg'un Uyg'urlar bilan men vatanda qo'yiq aloqada bo'lgan va bu xil tashviqotlarning qanday bo'lganligini beshimdan o'tkazgan. Men 2004-yili Xitoydagi davlatlik ingliz tili nutq so'zlash musobaqasida yuqori natijaga erishib, Aqıdın Xitoy qonuni yo'l qo'ygan doirada Atlan nomidagi til maktabini qurgan. Shu vaqtdan toki 2017-yili 5-oyda Xitoydagi namunalik yosh igilik tikluguvchi nomiga erishib, vatandan ayrilganga qadar har sohadagi yuqori qatlam kishilar bilan qo'yiq munosabatda bo'lgan. Va shu davrda Xitoy rejimining Uyg'urlarga yurgizgan zulmining shohidi bo'lganman. Amaliyotda Xitoyning Uyg'ur millatiga qaratgan siyosati Xitoy taratqularida tashviq qilayotgandek bo'lmasdan 21-asrdagi eng qabohatlik irqiy qirg'inchilikni o'z ichiga olgan inson qilipidan chiqqan Uyg'ur millatini tub yiltizdan yo'qotish suiqasdi. Bu erkin dunyodagi o'yg'oq Uyg'urga sir emas. Lekin bu qabohatlik zulmni dunyoga anglitishni har bir Uyg'urning burchi deb bilgan va shu nishonda terishib kelayotgan Uyg'ur vatan sirtida zodi qanchalik nisbatda degan savolga hozirgacha javob topganim yo'q. Ben 2017-yılın ahiri Amerika'ya yerleşkenden keyin 2019-yıldan yakın aylargacha Amerika hükümeti qarmog'idagi Amerika Ovozida İngilizce ve Xitoycha Uyg'urlarga munosabatlik xabar ishlab muxbir bo'lib xizmat qildim. Xitoy bugun Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni yo'chirish uchun qo'lidan keladigan hamma ishni qilyapti. Erkin davlatlarga nihoyat oz sondagi aktivistlardan ve bazı dokulat, xabar, kitap ve eserlerden başka dünya texi vatanda köp sonliq Uyg'urlarning beshidan o'tayotgan haqiqiy reallikni to'liq bilib yetgani yo'q. Mushundaq bir tarixiy paytda Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmini isbotlar bilan dunyoga anglitish erkin dunyoda yashayotgan har bir Uyg'urning bosh tortib bo'lmaydigan burchi deb qarayman. Men bu haqiqatni to'nib ketgan va shu nishonda minib kelayotgan bir Uyg'ur bo'lganligimdan faxrlanaman. Albatta faxrlanishlik kifoya qilmaydi. Endi gapga kelsak, Xitoy rejimi ostidagi Uyg'urlarning realligini o'z sarguzashtlarim va paketlar orqali yoritib beradigan yaxshi Anam buningga shohid bo'lishdan burun vafot bo'lgan degan 4 bo'limlik aslimi kitobimni xalqarodagi o'qirmanlarga sunish uchun ingliz tilida yozayotganimga xili ko'p yillar bo'ldi. Hozir hayotimdagi bu eng muhim vazifaning oxirgi boblarini tamomlayapman. Bu kitap dünya o'qirmanlarga Xitoy o'zi bir qo'lliq namunalik Uyg'ur deb tashviq qilgan menga o'xshash bir Uyg'urning qanday saqqalga qolganligi, surgun bo'lganligi va ovozini dunyoga anglitish jarayonini bayon qilish orqali Uyg'urlarning Xitoyning tashviqotini ko'rsatayotgandek yaxshi yashayotgan emas, balki tubdan qarama-qarshi millat sifatida yo'qotib o'tilish girdobidagi qabohatlik reallikda yashayotganligini bayon qilish bilan birga Uyg'urning haqiqiy sarguzashtisini siyosiy va ijtimoiy vaziyat bilan birlashtirib, tarixiy chilliqqa hurmat qilgan asosda bayon qilish va shu orqali dunyoga Uyg'urlarning bugungi fojialik realligini texmi cho'nqur tonitish va Uyg'urlarning hurligi uchun haqqoniyat tarafda turishga chaqiriq qilishni nishon qilgan. Balliq shog'larimdagi Qashqar shahar ko'chalarida Sapoyi bilan naqsh aytib kelgan darvishning ovozini olsak, marhum cho'ng onam menga to'nodan yangi chiqqan nonni berib, "Bunda kishilar bizga sehiy bo'lishni o'rgatadi balam, ular yiqqanlarini yana boshqalarga taqitadi" deydigan. Cho'ng onamning bu gaplari va shu ko'rinishlar bugungacha yodimdan chiqqani yo'q. Men bugun ana shu darvishga o'xshash sizdan men yozayotgan kitobni nashrga tayyor qilib tamomlash uchun yordam qilishingizni, ya'ni ihona qilishingizni so'rab,
bu filmni sizga sunyapman. Kichik vaqtimdagi darvishga o'xshash do'lamda xorjunim yo'q, lekin tuvandagi ihona o'linishi orqali ihona qilishingizni, bu tarixiy vazifani muvaffaqiyatli tamomlashimga yordam qilishingizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Xuddi shu chog'dagi darvish nonning cho'ng kichigi yo'q, faqat ko'ngil yetar degandek, iyonaning cho'ng kichigi yo'q, faqat iyona qilsangiz kifoya. Agar bu filmni ko'rgan sizga o'xshash biri $10 iyona qilsa, demak 5000 kishining, $100 iyona qilsa 500 kishining, $1000 iyona qilsa 50 kishining yordam bilan nishonim tamom degan gap. Rahmat.